Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Uy ishlaridan tinib tinchib bemalol o'tirib videolarni ko'rayotganman. Mashallah, yaxshimisizlar? Bugun biza qaynatma sho'rva qildik uzunga. Buni bo'lsa obedga yengilgina, tezgina pishadi deb tez tayyorlab oldim. Chunki bugun o'qishga borgandim. Noodatiy taom bo'lsin deb shunaqa pishirdim. Bu bo'lsa hovlida turishi pluslari, ovishlar, ko'katlar hamma narsa bo'ladi. Mana shuni tezgina qilib tashlasanglar bo'ladi. Qaynatma sho'rvamiz ko'piklarini olib, chiroyli qilib but-butun piyoz solaman. Pripravalarini ham soldim mana. Butun piyoz solishim sababi suvi shunda tiniq chiqadi. Loyqalanib ketmaydi. Bu piyozni pishgandan keyin olib tashlaymiz. Mana shunaqa jo'xori, kartoshka, sabzilarni ham soldim. Jo'xori solgim keldi. Qaynatmaga solinmaydi-ku demanglar, mana shunaqa ajabsanda ovqat qilgim keldi bugun. Shunaqa chiroyli pichoqlarimiz bor ekan. Esimda ham yo'q bunaqa pichoqlarim borligi. Shunaqa bugun chiroyli qilib kesib video oldim sizlar uchun special qilib. Mana bitta o'zi ovqatlarimizga ko'katlar, hamma narsalarni solganman. Ranglarini ham tiniq chiroyli qilib oldim. Peretslarni kartoshka bilan sabzimiz ozgina qaynagandan keyin sovordim. Mana piyozini olib tashlayapman. Bu yerda hammasi pishib mazali taom bo'lgan. Iltimos sizlardan meni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like va kommentariyalarni unutmaymiz.